Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Yaqinqi yillardan buyon zamonaviy madaniyat muhitimizda axloqdan iborat sezgur temaga sal qaraydigan xohish bosh ko'tarib qoldi. Ijtimoiy axloq turli foyda ziyon to'qinishlarda tavrinib qoldi. Mushundaq ahvolda ilg'or madaniyatga vakillik qilish, ilg'or axloqni tashabbus qilish taklinayotgan mush xosiyatli kunlarda ijtimoiy axloqning umum formasiga aniq rioya qilish, uni hayotimizning bir qismiga aylantirish hammalarning o'rtaq mas'uliyati. Biz mushu munosabat bilan bir qism mutaxassislarni bir yerga jam qilib, zamonaviy madaniyat muhitidagi ijtimoiy axloq degan temada maxsus suhbat qurishni loyiq topdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Shinjang san'at institutining sobiq mudiri, shoir Emin Ahmediy aka. Shinjang Uyg'ur Avtonom rayonlik ishchilar uyushmasi kadrlar maktabining dotsenti Zulfiya Setovaldi. Shinjang yoshlari jurnali Uyg'ur tahrir bo'limining muharriri Ro'zi Muhammad Mutallif. Zamonaviy madaniyat bir xil zamonaviy ong, zamonaviy tafakkur, zamonaviy tasavvur, kishilarga ilhom baxsh etadigan, jamiyatni taraqqiy qildiradigan, inoqlikni taxmi kuchaytiradigan, kishilarni xotirjam qiladigan bunda bir uqum. Bizning axloqimizdagi javhar taraflarni yaxshilik degan so'zga jamlashga bo'ldi ekan. Biz ayollar cho'qim hem o'zimizning vujudida milliylikni, hem an'anavilikni, hem hozirgi zamonaviylikni gavdalantiradigan obraz bo'lib yashasak, u chaqda haqiqiy mushu davrdagi Uyg'ur ayollarining obrazini saqlab qola olgan bo'lamiz. Iminka hozir mayli televiziya ekranlarida bo'lsin yoki turli matbuot vositalari taratqularda bo'lsin, mushu zamonaviy madaniyat degan bir uqum bizning turmushimizga bo'sib kirdi. Zamonaviy madaniyat muhitidagi axloq qarashimizga yangi talablar o'tirib qo'yilyapti. Siz mush fursatda bizning turmushimizda bir g'idiqlanish olib kelayotgan hozirgi vaqtda ilg'or deb qaralayotgan mushu zamonaviy madaniyat degan bir uqumga ta'bir bersangiz. Zamonaviy madaniyat to'g'risida so'z qilishdan burun madaniyat degan nima degan mushu ishga qizga qo'y. Madaniyat anglamoqni murakkab odamlarni cho'chitgudek bir uqum. Lekin amaliyotda insonlarning hozirgacha o'zida yig'lanma qilgan hayotlik tajribalarining yig'indisi shu madaniyat bo'ldi. Bu madaniyat konkret holatda adabiyot, san'at, tarix, din, falsafa, qonun, urf-odat, axloq qatorliq taraflarda ifodalandi. Şimdi biz zamonaviy madaniyatni bilishdan burun avval madaniyatning bakmi ko'na insonlar bilan birlikda paydo bo'lgan, birga taraqqi qilgan va hozirga qadar yetib kelgan bir xil tajriba ekanligini avval bilib olishimiz kerak. Endi zamonaviy madaniyat degan kelsak, Shinjang Uyg'ur Avtonom rayonlik partkomining shujisi Yo'ldosh Jang Chunsan ko'p qatimliq so'zda zamonaviy madaniyatni yetakchi qilish degan bu so'zni tilga oldi. Onun özümü tabir berib, zamonaviy madaniyat vatanparvarlikni umumiy mazmun qiladi, tirishchanlikni, alg'i besishni, inoqlikni, xotirjamlikni asosiy mazmunlarning birisi qiladi dedi. Mushundan qaragandimi? Zamonaviy madaniyat bir xil zamonaviy ong, zamonaviy tafakkur, zamonaviy tasavvur, kishilarga ilhom baxsh etadigan, jamiyatni taraqqiy qildiradigan, inoqlikni taxmi kuchaytiradigan, kishilarni xotirjam qiladigan bunda bir uqum. Hem Zulfiyada hem siz turmuş qurg'ili qancha yil bo'ldi? 28 yil oldu. Qancha farzandingiz bor? 2 o'g'lim bor. Balkim mushu 20 necha yillik o'qituvchilik hayotingiz yoki 2 farzandiga ona bo'lish sharifi sizning nurg'un farzand tarbiyasi ham avlodlarning og'ziga ilm selish yo'lida nurg'un mushu axloqiy burishni ado qilishga to'g'ri keldi. Bu jihatda siz ijtimoiy axloqning sehriy kuchi ham uning qudratiga murojaat qildingiz. Undaqda siz mush fursatda ijtimoiy axloq degan bir uqumga ta'bir bersangiz. Ijtimoiy umumiy axloq deganimiz axloq deb ataladigan bir umum uqumning bir tarkibi qismi. Endi ijtimoiy umumiy axloq ta'bir berishdan burun axloq ta'bir berishga to'g'ri keldi. Axloq deganimiz kishilar ijtimoiy turmushda
kasbda, hunarda, shundaqla kishilar bilan bo'lgan muomalada, oilasida amal qilishga tegishli harakat prinsiplaridan iborat. Endi ijtimoiy umumiy axloq degan nima desa, ijtimoiy umumiy axloq kishilar ommaviy turmush va odamlar bilan ijtimoiy aloqa qilish jarayonida shakllangan harakat prinsipi. Endi bizning ijtimoiy umumiy axloqimizda, bizning ijtimoiy turmushimizda shakllangan axloqlarni men mundaq bir qancha nuqtadan gavdalantirsak bo'lamdikan deb o'ylab qoldim. Buning birinchisi madaniyatlik, adablik bo'lish. Endi madaniyatlik, adablik bo'lish har qanday davlatning o'z fuqarolariga qo'yadigan birinchi turlik talabi. Endi ikkinchisi boshqalarga yordam berishni xushallik deb bilish. Bu mayli qanday tuzilma ostidagi davlatda bo'lsin, hamma davlatdagi butun insoniyat o'rtaq intiladigan bir xil ijtimoiy kayfiyat. Hamma odam boshqalarga yordam beradigan ijtimoiy kayfiyatning jamiyatda umumlashishiga ehtiyojli. Endi uchinchisi ommaviy aslahalarni asrash. Endi bizning jamiyatimizda bizda hozir sal kamchil bo'lib qolayotgani ommaviy so'rinlardagi o'zimizning shaxsiy mulki emas, butun omma o'rtaq bahramand bo'ladigan mulklarni asramaydigan, ashunga ko'ngil bo'lmaydigan, o'zimiz ishlatib bo'lgandikan uning nima bo'lishi bilan karimiz yo'q, tashlab qo'yadigan holatlar bor. Bularni konkret so'zlasak vaqtimiz yetishmasligi mumkin, ammo ijtimoiy umumiy axloqda mushumi diqqat qilish tegishli eng muhim bir halqa. Endi to'rtinchi mening o'ylig'im mushu muhitni asrash, muhitga ko'ngil bo'lish, andikin ommaviy tozalikqa rioya qilish. Endi ommaviy tozalikqa rioya qilish masalasi bizning davlatimizda, davlatimiz fuqarolari bizning mushu Shinjongdami, bizning Uyg'ur jamiyatidami biz diqqat qilmayotgan yoki nazarimizni saqit bo'lib kelayotgan mushu bir butun millatning, bir butun jamiyatning ijtimoiy umumiy axloqiga daxli yetkazayotgan bir holat bo'lib kelyapti. Endi beshinchisi qonun tuzumlarga, qoidalarga rioya qilish. Endi bu har qanday fuqaroga qo'yiladigan bir aqlli talab. Oxirida mening deydiganim 6-si samimiy ishonchlik bo'lish. Endi bir jamiyatda ijtimoiy umumiy axloq masalasini nazarga olgan vaqtida mushu jamiyatning ishonchlik darajasi, jamiyatdagi fuqarolarning bir-biriga samimiy bo'lish darajasimi mushu ijtimoiy umumiy axloqni o'lchaydigan muhim o'lchamlarning biri ekan deb o'ylayman. Jamiyatimizda hozir odamlarning ko'nglini yerim qilayotgani, bizda mushu bir xil baxt tuyg'usini kamchil qilib qo'yayotgan narsa mushu odamlarga samimiylikning, va'daga amal qilishning ojizlab ketayotgani, ishonch tuyg'usining ozlab ketayotgani. Atrofimizdagi narsalarni buni misol oladigan bo'lsak, misollar intayin ko'p. Mushundaq turli narsalarga diqqat qilsak, azaldan ota-bobolarimizdan davomlashib kelgan, Jo'xa millatlarining esil an'anasiga varislik qiladigan, o'zimizning milliy axloqini aks ettirgani bo'ladigan bir ijtimoiy umumiy axloqni shakllantirgani bo'lamdikan deb o'ylayman. Undan keyin oxirida mening yana qistirib qo'yganim, endi ijtimoiy umumiy axloq butun jamiyat a'zolariga qo'yilgan o'rtaq bir talab. Shunga rioya qilgandek diqqat qilishi, shunga amal qilish lozim. Endi Ro'zi Muhammad, siz bu Shinjong yoshlari jurnaliga qachon o'rinlashgan? 2009-yil. Ilgari oliy maktab o'qiganmi? Men to'liqsizga chiqgan. Uningdan keyin mush to'liq o'ttirninki darsligini yoki oliy maktablarning bilimini qandaq bir ravishda to'liqladim deb qaraysiz? Asosan kitob bilan to'liq qildim endi. Kitob bilan ham turmushning ochiq tushiklari bilan desam bo'ldi. Demak, izchil o'rganishni, umrvoyat o'rganishni o'zingizga do'st bildingiz, shunday bo'lsa. Biz endi matbuot qaraydigan bo'lsak, Shinjong yoshlari jurnali, boshqa jurnallarda sizning axloq temasiga asarlaringizni uchirtibsiz. Izchil mushaqqa qalam tayyorlatib kelayotgan yosh qalamkashlarimizning biri. Undaqda ajdodlarimizdan bizgacha yetib kelgan tarixning bo'ron chapqinlaridan yoki yillarning sinoqlaridan o'tgan axloqimizdagi javhar taraflar qaysi? Bizning axloqimizdagi javhar taraflarni yaxshilik degan so'zga jamlashga bo'ldi ekan. Bizning ajdodlarimiz, saylasuflarimizning, olimlarimizning asarlarida Qutadg'ubilik, Divoni Hikmat, Atabatul Haqoiq, Mahbubul Qulub, Adab ochquchi degandek shunday asarlarda yaxshilik bilan yomonlikdan o'zingizni torting. Mushu yaxshilik qilish deganning ichiga, masalan, ota-onaga yaxshilik qilish, o'zaro qavm qarindoshlariga yaxshilik qilish, ojizlarga yaxshilik qilish, masalan, mehmondorchilikda mehmonni chiroyli joyda uzatish degandek mushularning hammasi ichiga kirib ketibdi ekan mushiniki. Masalan, mushadan Yusuf Qasojibma yaxshi edi ol uni maqtadi, yomon edi ol uni qog'idi deb yozibdi ekan. Alshir Navoiyma yaxshilik qila olmasang yomonlik qilma. Yaxshilik qilish qo'lingdan kelmasa, yaxshilar bilan aralash. Yaxshilar bilan aralasha olmasang,
yaxshilarga yaqin yo'l debgan. Demak, bizning ajdodlarimiz hamda asosliq qadimdan boshlab shu tavsiya qilib kelgani yaxshi bo'l, yaxshi odam bo'l, yaxshilik qil. Mushuni tashabbus qilib ketgan. Hamda men o'ylab qo'ysam, men shuni debdiman. Demak, bu yerda men shu ajdodlarimizningki qadimdan boshlab davomlashib kelayotgan ana axloq madaniyati asosida bugungi ijodiyatlarni elib bordim. Iminka bayam siz zamonaviy madaniyatiga ufqumga ta'bir berdingiz, ham ommabop tushunchalar orqali bizni qoyil qildingiz. Endi an'anaviy axloqimiz bilan zamonaviy madaniyatning qanday zich munosabati bor deb qaraysiz? Zamonaviy madaniyat bilan an'anaviy axloqning munosabatini so'zlaganda, cho'qim axloq madaniyatning bir tarkibi. Lekin madaniyat axloq orqali ifodalanadi, o'z ifodasini topadi degan shu tushunchani oydinlashtirishimiz kerak. Men o'ylayman, axloq bilan madaniyat ikkisi asli bir gavda. Yusuf Asajib Qutatqubilik kitobida axloqni, aqlni, bilimni uchini birlashtirib so'zladi. Boshdan oyoq. Hatto bilimsizlikning o'zimi cho'ng axloqsizlik ekanligini o'tirib qo'ydi. Bu bilim bilan aqlning birlashganligi bu odamlarni axloqliq degan yerga olib bordi. Biz bu uch narsani bir-biridan faqat ayirib o'tmaymiz. Mush nuqtadan olganda zamonaviy madaniyat bilan axloqning munosabati bir-birini to'liqlaydigan, bir-biriga hamkorlashadigan, bir-biriga yordam beradigan, bir-birini ilgari suradigan zich bir munosabati bo'ldi. Masalan, men bir yillari oliy maktabni bitirib qaytib kelganda, urf-tuqqanlar jam bo'lib dadamga Ahmadxon Sulomov balları ko'p o'qib ketdi, qandayroq odam bo'ladi dedi. Shu vaqtda men ko'p o'qib ketgan bilan odam bo'lishning oraliqida texnik jiq farq borligini birinchi qatim his qilgan. Bu 1968-yil. Shu navbatda bir necha yil bo'ldi. Abdumurayimizda zamonaviy madaniyatni yetakchi qilish degan shu so'z o'tirib qo'yildi. Zamonaviy madaniyatni yetakchi qilishda biz o'zimizning bilimimizga, o'zimizning aqlimizga, o'zimizning ongimiz va tafakkurimizga cho'qim axloqni yetakchi qilishimiz kerak. Millatning eng esil an'anaviy axloqini yetakchi qilganda, ondan biz bilgan bilim, bizdagi aql o'z joyiga ishlatilsa, ondan bu zamonaviy madaniyat amalga oshir ekan deb qardim. Sulpiyada nurg'un turmushimizga o'zgarishlar, uningkin bizni zaratlab turgan ko'p xil madaniyat to'qinishidagi omillar bizning axloqimizdimi qisman silkinish va davolg'ish vaziyatini barliq keltirdi. Bu hol bizning xonim qizlarimizdimi gavdalik ko'rildi. Siz mush fursatda bir ayol bo'lish, ona bo'lish sifatingiz bilan bizning xonim qizlarimizni ko'rilayotgan axloqiy krizis yoki axloqdagi qisman o'zgarishlar haqida so'zlab o'tsangiz. Hozirgi davrimizda har xil madaniyat giralishib ketyapti. İqtisod bir gavdalashdi, yer shari bir gavdalashib ketdi, butun yer shari deymiz. Har xil madaniyat giralishyapti, to'qinishyapti, o'zaro uchrashyapti, o'zaro ta'sir ko'rsatadi. Bu ko'rsatayotgan ta'sir har qaysi allarning qurallarining vujudida o'zining aksini ko'rsatyapti. Shu nuqtada bizning ayollarimizning vujudidami o'zining aksini ko'rsatmay qoladi. Bizdimi chet ellarning madaniyatiga cho'qinadigan, chet ellardan kirgan narsalarni tez qabul qilib oladigan, o'zimizning vujudida o'zimizning an'anaviy axloqiy milliy narsalarimizni bara-bara tashlab qo'yib, shu o'zimiz qabul qilayotgan narsalarni zamonaviylik deb tanib qoladigan mandaq bir ong bor. Zamonaviy madaniyat chet el madaniyatini chetga qo'ymaydi. Zamonaviy madaniyat o'zimizning an'anaviy madaniyatimizdan chetlab ketmaydi. U o'sha an'anaviylikni, chet el madaniyatini, hozirgi ilg'or madaniyatni hammasini mujassamlab, oxirgi uning maqsadi odamning zamonaviylashishini, insonning taraqqiyotini, umumyuzlik taraqqiyotini ishga oshirish. Endi undaq bo'lgandan keyin zamonaviy madaniyatni tushunsak, zamonaviy madaniyatning talabiga mos o'ylasak, hozirgi zamondagi ayollarimizdagi chet el madaniyatiga cho'qinish, chet el madaniyatini vujudimizga singdirib olish deganga o'xshash narsalar haqida o'ylashib beqishga to'g'ri keldi. Endi zamonaviy madaniyat bilan bizning an'anaviy madaniyatimiz hech qanday to'qinishga ega emas. Uning an'anaviy axloq fazilatimiz ham shunday. Madaniyat bilan o'zimizning an'anaviy madaniyatimizni birlashtirishni biz ayollar unutib qolmasak ekan demakchi. Ayol bo'lganimiz obrazimizni nurlantirish uchun biz ayollar cho'qim hem o'zimizning vujudida milliylikni, hem an'anaviylikni, hem hozirgi zamonaviylikni gavdalantiradigan obraz bo'lib yashasak, u chaqda haqiqiy mushu davrdagi Uyg'ur ayollarining obrazini
saqlab qala olgan bo'lamiz. Biz yana bir ko'rsam degan televiziya teatrini ko'rdik. Shundoq suyunib ko'ryaning televiziya teatrini. Nima ishga desa, shularning an'anaviy madaniyati so'zlangashga. Bu an'anaviy madaniyat bizning an'anaviy madaniyatimizga o'xshab ketgashga. Mushu narsalarni yig'ib akasak, biz ayollar chet elning narslarini qabul qilish bilan birga o'zimizning milliyligiga, an'anasiga tang e'tibor berishni qo'ldan bermasak, andin hozirgi zamonaviy madaniyatni vujudimizda mujassamlashtirgan bo'lamiz deb o'ylayman. Endi Ro'zimuhammad hayotlik ijtimoiy axloq majmuasi degan kitob 25 kitobdan tuzilibdi, shundaqmi? Siz mush kitobni qachondan boshlab tuzgan? 4 yildak bo'ldi desam bo'ldi. Balki mushning setilish ahvoli yaxshi deydi. Yaxshi. Bu nurg'un kishilarning mushu axloq temiga qiziqqanligi yoki farzand tarbiyasi yoki odam bo'lish yo'llarida gangirayotganligidan derak beramdi. Hamda hozir axloqimizga nisbatan sirtdan kelayotgan xirismi bor, o'zimizning ichidan yuz berayotgan yotlashim bor. Mushu jihatdan yana bizningki xalqimizda o'zining asliga sig'inishim bor. Asli asl axloqini sig'inish. Ham mushu jihatdan bo'lsa kerak hamda mushunda asarlarning bozori yaxshi bo'lyapti. Mush kitobni tuzishingizga yoki yezib chiqishingizga qanday kuch turtki bo'lgan? Nima maqsadda mushni tuzib chiqar? 30 yoshimgacha Qarqashnoyisining nihoyatda yiroq, chat bir yezisida yashadim. Bu yerga hozirgacha mayol bormagan. Atrof hammasi qumliq degidek endi. Mush yerda 30 yoshimda tuyuqsizlik taqdirni o'rinlashtirish bilan o'limchiga qanqib chiqib qoldim. Bu yerga chiqqandan keyin hamda ko'pincha jihatlarda shu pinhon yezi bilan Ürümçiden ibaret terakki kılgan muşu şeherdeki özgürüşler benim elimden kalaymagan kılıverdi. Cep işlarda köngümde tokunuş yüz verdi. Ben şu çet yirak yazdı yaşayıp durup ben müteessipleşip gittim mi ya ki bazı işlerde özgürüş bulatan dönemi degandek bir xil iş görünüşlü buldu. Neymiş kıdısınız? Mesela bizden Esselamu Aleyküm de kolunu köksümüz gelip salam bir işin oğluğu mayada inekliğin işleri duş geldi gelmez. Yani onun da başka her xil işlerge duş geldi. Şunda kelganken bu nimişkin ben kabul kılanmayım mı onu? Ya ben şu çölde yaşap şunda müteessipleşip kaldım mı degandek şunda bir oylar bilen bu temiden de insanın ahlak hakkında bazı bir kitaplarını muhabbet siz kim degandek kitaplarını yazgan buldum bazı kitaplarını tüzdüm bu jarayonda yana mushu bizning axloqimizga ait bo'lgan O'rta Osiyoda mushu Uyg'urlarda jumladan qadimdan boshlab ham diniy ham axloqiy darslik sifatida ibtidoiy maktablarda o'tilib kelayotgan Qabusnoma, Kalil va Damina, Bahoriston, Bo'ston degandek kitoblarni ko'rib chiqdim. Shuning bilan mening e'yonimda bu axloq masalasi sal oydinlashdi. Asli bizning axloqimiz manda ekan-ku. Mening aqlimga sig'magani ma'u to'g'ri ekan. Vaqtda axloqsizlik ekan. Ma'uni men manda qabul qilsam bo'ldi ekan degandek o'yl bilan dastlabki qadamda bu kitobning bir nechasini tayyorladim. Keyin hamda buni fan texnika nashriyotining mas'uli Adil Muhammad Turan efendi buni bir to'liq yurishlik qilib o'tayli. Tayli xalqimizga mukammal bir o'qishlik tagson. Shuning siz bir tirishingda haydakchilik shuning bilan men qolgan chalalarini butun diqqatim bilan material to'plab tuzdim, yozdim. Degandek shuning bilan fan texnika nashriyotidagi boshqa tahrir muharrirlarmi ko'p jihatdan bu talab fikrlarini berdi, qo'llab-quvvatladi. Shuning bilan bu kitoblar bozorga kirib mana oldimizda turibdi. Endi Emin efendim, mushu Şinjan fan texnika nashriyotiningki hayotlik ijtimoiy palla majmuasi nomidagi 25 yurishlik kitobininki nashr qilinishi bizning navbatdagi axloq qurilishimizga qanday ta'sir ko'rsatdi deb qaraysiz? Iqtisod yer sharlashayotgan, madaniyat yer sharlashayotgan, zo'ravon madaniyat, ojiz madaniyat ijtimoiy to'plarga xiris qilib kirayotgan shunday bir vaqtning o'zida qarmoqqa oddiydek turgan bilan bizning hayotimizdagi eng murakkab, eng diqqat qilish tegishli masalaning birisi hozirgi axloq qurilishi, jumladan madaniyat qurilishi. Biz cho'qim madaniyat va axloq masalasida idrokiy sunda aqlimizni ishlatib turib o'ylashimizga to'g'ri keladi. Bizning yomon bo'ladi degan nurg'un so'zlarimizning ichigami ko'pdan ko'p axloq va madaniyat omillari yushirilgan. Odam bo'lmoqning tas ekanligi degan haliq gaplargami nurg'un axloq va madaniyat omillari yushirilgan. Shuna mushu kitoblarni biz tafsiliy o'qigan vaqtimizda zamonaviy madaniyat va axloqning bir-biri bilan qanday zid munosabat ekanligini bilalaymiz. Bu bir taraf. Ikkinchi bir tarafi bu majmua bizningki millatning madaniyat va axloq safosini yuqori ko'tarishga foydali. Shu mush kitob orqali biz
Men bir meseleni hal qila olamiz. Millatning safasi yalg'iz bilim elishtilar emas. Nayati to'g'ri yaxshi kiyinish kerak, lekin bundaq kiyinib yurishlardimi emas. Yoki chiroyli gap so'zlardimi emas. Yoki zo'r amallardimi emas. Eng muhimi odamiylikda. Shu kitob orqali biz o'zimizning milliy safoyimizni o'stirishda ma'lum qudratga ega bo'la olamiz. Uchinchi bir masalani ta'kidlashga to'g'ri keladi. Bu kitoblar orqali bizda madaniyatda bir burilish borligi keldi. Biz azaldan madaniyatda burilish yasab taraqqiy qilib mush davrga kelgan millat. Bu millat azaldan madaniyatda, axloqda, bilim qurilmasida burilish yasab, o'zini to'liqlab, mukammallashtirib kelgan bir millat. Shu bizning mushu kitoblarimiz yalg'iz bular emas, umuman mush axloqqa, madaniyatga oid bo'lgan barliq dasturlarimizning hammasi bizda yana bir qatim madaniyatda burilish yasash lozimligini bizning shamimizga soladi. Shu mushu kitob va mushuning munosabatlik hozirgi chiqayotgan har qaysi matbuotlarning dasturlari bizning millatimizning buningdan keyingi madaniyatida yana bir qatimliq burilish yasashda foydasi bo'ladi deb qarayman. Zulpiyada biz dedik har qanday bir odamning o'sib ketilishiga oila, maktab, jamiyatdan iborat uch tarafning qurshovida shu odamning mukammalligi amalga oshadi dedik. Oilada oila tarbiyasi yoki oila ma'rif orqali bolalarning o'sib ketilishiga kafolatlik qilsak, maktabda ustozlar bolalarning o'sib ketilishiga, ularning bilim olish fursatiga igdorchilik qiladi. Endi jamiyat nurg'unlagan yaxshi yomon taraflar orqali bolalarning qalb darvozasini chekib kirdi. Mushtoqdan aytganda, ustozlar bolalarga bo'libmi farzandlarga maktablarda axloq tarbiyasi berishda qaysi nuqtalarga diqqat qilish kerak deb qaraysiz? Japaliq ishlayotgan o'qituvchilar qo'shini, shundaq japaliq o'rganayotgan o'quvchilar masalasida yana bir narsani jiqlaq ta'kidlashga odamning tili kuydi. Lekin o'quvchilarda axloq yetildirish masalasida shu o'qituvchilar 4 nuqtaga diqqat qilsa bo'larmikin deb o'ylab qoldim men. Uning birinchisi oldi bilan o'qituvchilar o'zi ulgu bo'lsa. Endi bizningki ma'rif fanjinimiz, o'qituvchilarning kasb axloqimizning ruhimi odam tarbiyalab o'zi ulgu bo'lish. O'quvchilarga degan tarbiyadan boshqa ovozsiz tarbiya, o'zining vujudidan bergan tarbiya intayin muhim. Shuning uchun o'qituvchilar oldi bilan o'zi ulgu bo'lib, o'zi ijtimoiy umum axloqqa to'liq rioya qilib, bizning an'anaviy axloq fazilatimizni vujudidan mujassamlab, bizning milliy kishilarimizga, milliy ma'rifatli o'qituvchilar xos kiyim bilan sinfga kirib, shunday fazilatlan o'quvchilarga tarbiya berib, ularning qalbini egallash kerak. Bu birinchi nuqta. Endi ikkinchisi, bizning mushu axloq darsiga mas'ul o'qituvchilarimiz darslikni asos qilib turib olmasdan, mush o'quvchilarga axloq fazilat darsi bergan vaqtida bizning mushundaq kitoblarimiz, mushundaq chiqqan axloq haqidagi narsalarimiz. Lekin o'zimizning an'anaviy axloq fazilatimiz, bizningki milliy axloq fazilatimiz degan narsalarni o'quvchilar singdasi bo'lamdikin deb o'ylab qoldim. Demak, an'anamizdagi narsalar nihoyat ulug'. Shuni o'zlashtira olsak, shuni o'quvchilarimizga o'qituvchilar yetkazsa, endi bu o'quvchilar an'anaviy axloqdan ta'lim ola olsa, ularning yiliqi iminkam deganda keyingi qanday odam bo'lishiga asos solgan bo'ladi. Endi uchinchi diqqat qiladigan narsa, bu narsaga men diqqat qilayotganim xeyli uzun bo'ldi. Bizning maktablarimizda vatanparvarlik tarbiyasi, kollektivizmlik tarbiyasi deydigan tarbiyalar ilib berildi. Bizning o'qituvchilarimiz shu farzandlarga oldi bilan konkret oilasini suyishni, ota-onasini suyishni, qarindoshlarini suyishni, o'qiyotgan sinfini, saboqdoshlarini suyishni, o'qituvchilarini suyishni konkret talab qilib o'rgatsa, asta-asta bu muhabbat bolalarning yeshining cho'ng'ishiga agishib cho'ng'aysa, bu vatanparvarlik degan narsa qon-qiyniga sing'amdikin deb o'ylayman men. Endi to'rtinchi meniki ta'kidlamoqchi bo'lgan narsam, o'qituvchilar bolalarga mushu tabiat haqida, muhit haqida, muhitni asrash haqida, mushu tutamning ichidagi tarbiyadan boshqa kang dala tarbiyasi haqidami, mushtaq tarbiya ilib berish haqidami o'ylanib baqsanda bo'ldiganda deb o'ylab qoldim. Iminka zamonaviy madaniyat muhitiga yetakchilik qilishda axloqni barliq kishilar rioya qiladigan umumyuzlik bir xil muqaddas deb qaraydigan mushundaq umum kayfiyatni avj oldirishda, mush qurilishni ching tutishda nimalarga diqqat qilishimiz kerak? Menimcha birinchi masala bu axloq yolg'iz bir oila bilan, bir shaxs bilan munosabatli masala emas, butun millatning taqdiri bilan munosabatli. Bu axloqiy qurilishning butun millatning safo qurilishi bilan, millatning taqdiri bilan
munosabat ekanligini cho'qim tushunish kerak. Har bir oila birisi o'zining farzandlaridan tortib boshlash kerak. Ikkinchisi, har bir oila bu ishning yolg'iz o'zi bilan emas, butun millat bilan, butun davlat bilan munosabatli ekanligini, insoniyatning taqdiri bilan munosabat ekanligini tushunish kerak. Bu mening birinchi qarashim. Ikkinchi bir masala, bizning yezilarimizdan bu yerga ochliq, moy, ko'ktat, emgak kuchi, bütün biz kiydigan, yeydigan, faydalanadigan narsaning hammasi boylik tariqasida keladi. Halbuki bizdan cho'qim yaxshi bir madaniyat chiqish kerak. Bu jihatda biz shaharda yashayotganlar, kadrlar, ishchilar, o'quvchilar, oliy maktabning hamma odam bütün millatning safosini o'ylab, tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak deb qarayman. Endi Zulfiyada o'sha axloq nuqtasidan ekran oldidagi qarindoshlar deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Endi odamning qimmati bu dunyodagi qimmati, uning to'plagan mol dunyosi bilan, uningki martabasi bilan boshqalar bilan o'lchanmaydi ekan. Uning vujudini ifodalayotgan axloq fazilati bilan ifodalanadi ekan. Shuning uchun peshqadamlarimiz axloq odam zinnati deb aytib to'g'ri aytgan ekan. Endi men qarsam, odamlar shu axloqi bilan hayvondan ustun o'rinda turdi ekan. Nafsiga berilib ketganligi bilan farishtadan tuvaraq o'rinda turdi ekan. Endi biz inson bo'lganligimiz uchun nafsimizga berilib ketishimizmi tabiiy ahvol ekan. Lekin hayvonga aylanib ketishdan saqlanaylik. Axloq fazilatimiz bilan, vujudimizdagi odamiyligimiz bilan insonlar bir-birimizning qalbini illatib turaylik. Endi mening ikkinchi iltimosim, ayol bo'lish sifatimda men onalarga murojaat qilmoqchi. Cho'nglar shunday deb ekan, mayli sen qancha yil yashag'in, dastlabki 20 yil sening umringning yarmiga teng deb. Bizning farzandlarimiz, ona bo'lganlarning farzandlari mushaq tarbiyaga muhtoj yeshida. Dastlabki 20 yil tarbiyalanadigan yeshi, tarbiya oladigan yeshi. Keyin u yana uning 60 yilni, 70 yilni qo'shib yashsimi, o'sha tarbiyalangan yosh uning keyingi hayotiga asos soladi. Shuning uchun onalar turli tuman odamgarchilik, turli tuman o'tirish, turli tuman so'rin, xizmat halakchiligi va hokazolardan cho'qim vaqt chiqarib farzandlarimizga fidokorlik ko'rsataylik. Farzandlarimizga vaqt beraylik. Ular o'zining onalaridan fazilat o'rgansin. Ular o'zining onalaridan odam bo'lishni o'rgansin. Ko'nlar aytib ekan, onaning vaqti tugasa, millatning vaqti tugaydi deb. Shuning uchun biz Uyg'ur onalarning farzandlarimiz uchun chiqaradigan vaqtimiz turli bano sabablar ostida yo'qolib ketmasin demoqchiman. Axloq vujud bog'chimizning guli va zinnati. Bizning ishlarimizga zamonaviy madaniyat yetakchi, go'zal axloq hamroh bo'lsa, bizning yuksalishimiz texmo tez bo'lgan bo'ladi. Bugun suhbatimiz bu yerda oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.